Assalomu alaykum. Bizning YouTube sahifamiz kuzatuvchilari, hurmatli obunachilarimiz, yaxshimisizlar? Xo'sh, bu safar sizlarga yana yangicha obzor bilan chiqyapmiz. Xudo xolasa, ushbu ko'rib turgan ikkita kabinali, biri qovurg'ali bort bo'ladi, biri tekis bort bo'ladi. Aynan mana shu ikkita lochi mototsiklimizni sizlarga to'liq obzor qilib bermoqchiman. Undan oldin esa doimgidek Yasam Motors YouTube sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan-da ko'pchilik ko'rish maqsadida albatta obuna tugmasini bosib, qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Xo'p, bu loji mototsiklarimizda obzorini boshlayman. Chap tomonda turgan, ko'rib turganingizdek, Lochin zavodida ishlab chiqarilgan qovurg'ali bort bo'ladi akalar. Motoriga keladigan bo'lsak, motori 200 kubalik пониженный funksiyasi bor. Undan tashqari suyuqlik sovutish tizimiga ega, ko'rishingiz mumkin. Ya'ni jidkisli bo'ladi akalar. Xo'p, dvorniklari rushnoy bo'ladi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Qo'l bilan dvorniklarda archangiz bo'ladi. Ya'ni mexanik emas. Undan tashqari bort qismiga keladigan bo'lsak, bort qismimiz 2 metr 20 santimetrga 1 metr 35 santimetr bo'ladi akalar. Ushbu bortga 2 tonnagacha yuklarda bemalol ortsangiz bo'ladi. Undan tashqari vilkasi ham mustahkam ishlangan. Ko'rishingiz mumkin, 60 lik vilka bo'ladi akalar. Aynan 2 tonna yukka moslashtirilgan akalar. Xo'p, endi o'ng tomondagiga o'tsak, o'ng tomondagimiz farqi bu qovurg'ali bort bo'lsa, bu tekis bort bo'ladi akalar. Bort hajmi ham ozgina kichikroq. Hozir sizlarga bort hajmini aytib o'taman. 2 metrga 1.30 santimetr bo'ladi akalar. 1,5 tonnagacha bemalol yuk ortsangiz bo'ladi. Bort tekis bort bo'ladi. Motori ham buni 200 kubalik bo'ladi akalar. Suyuqlik sovutish tizimiga ega. Mana bunaqa mustahkam ramalar qo'yilgan akalar. Bundan ham xuddi shunday rushnoy dvornigi bor akalar. Ko'rishingiz mumkin, aytgancha vilkasi 50 lik bo'ladi akalar. 1,5 tonnagacha bemalol og'ir yuklarni ko'tara oladi. Aynan ushbu kichik variantidan bizda yana bittasi bor. Ya'ni bu Payariqdagi filialimizda bizda barcha loji mototsikllari zavod narxida bo'ladi akalar. Rasmiy diler mototsikllar va skuterlar. Kredit, imtiyozli kreditga. Bizda imtiyozli kreditga ham mavjud. Bu qanday bo'ladi? Hech qanday boshlang'ich to'lov to'lamaysiz va Turonbank orqali kreditga chiqarib beramiz. Atigi yarim soatgina vaqtingiz ketadi hujjatlarni to'g'irlashga. Undan tashqari mahalla hokim yordamchisining bir dona tavsiyanomasi orqali ham lochi mototsiklarini xarid qilsangiz bo'ladi. Xo'p, undan tashqari naqdga ham xarid qilsangiz bo'ladi. Bizda barcha lochi mototsikllari zavod narxida bo'ladi akalar. Bemalol yuqoridagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Narx-navosi, undan tashqari yana qanaqa variantlari bor, barchasini yuqoridagi telefon raqamiga aloqaga chiqib, batafsil bilib olasiz. Bizda lochi mototsiklarini assortimenti juda ham keng va zavod narxida akalar. Eng muhimi, zavod narxida savdogar emasmiz, ustiga pul qo'ymaymiz. Bemalol bizdan lochi mototsiklarini zavod narxida xarid qilishingiz mumkin. Doimgidek bizda YouTube sahifamizga obuna bo'lib qo'ying, bizda kuzatishda davom eting. Yana boshqa turdagi lochi mototsikllarimizni xudo xolasa birma-bir obzor qilib boramiz. Yangi chiqqan lochi mototsiklarini ham xudo xolasa sizlarga aynan Yasam Motors YouTube sahifasi orqali ko'rishingiz mumkin. Eng so'nggi rusumdagi lochi mototsiklarini. Akalar, bizda assortimentimiz juda ham keng va zavod narxida. Hozirroq bizga qo'ng'iroq qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi obzorda ko'rishguncha.